Qora sochlarman mana aka. Şu videoda gördüm böyle. Батон там же забор железный был. Сетка была тут, гуляла полом. Наверное, поставил забор тут. Endi hozir bu tomonga kattaxona bo'lyapti. Mazlarda yeşil sekmeydim. Yeşil sekmeydim daha. Odilbek keling video. Bo'ladi. Andijon kapitallar ha. Bu katta bo'ladi menga. Tasini ushalmadi va. U olamni ushlashni tevada o'qibdi. Ushalmadi. Morga o'xshayapti. Mashina o'tdi-ku uni. Yine bu nasıl olmuş? Bana yanında kubu. Aşık. Zapach. Gidem bular aka. Aytaylik. Yoshligimizda mana shu hidi bo'lgan. İşte dedi erkeklerin adını kanunla çekti. Burası. Bilmiyorum bak ya. Zaman akladı. Ama hiç kaçan eşitlerim yok değil mi? Buni qo'yib qo'yaman. Yok. Bu var mı? Yukarıda değil bu onlar yaxşı. Uçmagan sezilyapti. Вот кто-то смотрит, видит что-то в этих глазах. Я вот из-за этого приехал, чтобы узнать, что в этих глазах можно увидеть. Кудратулло должен мне объяснить. Kallasi kuchliga tilloga mashina o'ta kuchli. Kallasi вообще мощный. Mashina kallasi kuchli ekan. Bu hamma kaplarga yarashaveradi bu kalla. Смотрите, какой красавчик. Ko'ziga qarab bilishadi, tindiq vaqtiydi. Mana kaptar o'tirganda jani boqadi. Voy kaptarlar, da. Qadimda bu kapitallarni qadimda boylar baqib rosa maqtanishgan ekan bir-biriga. Meni sochlarim har bir chiroyli. Meni sochlarim yelkasidagi gullari chiroyli. Sendagi sochlar bilan chicha mendagilar farqi bor. Mendagilar haqiqiy gullari sochli guli deb mana shu soch kaptarni ham gulini abdenni qilib seleksiya qilish kerak.
Shuning uchun men ham doim aytaman soch boqadiganlarga mendagi sochlarni guli g'aribi boshqacha deb. Uni endi tushunchasi yuqori parvozlar tushunib ajratadi. Sochi soch qolamas kaptallar soch yapgan deyiladi. Ola bular, u sochlar. Aslida sinoda ham tuxum qo'yib chekilagan o'tiring. Yo'q, hali qo'ymabdi. Bola ochib chiquvdi. Ashli Maksimga berganman ashli. Bosh berdim. Yo'q, ko'pchilik to'pasi ekan-da. Ochmoqchi yo'q-ku. Uni olib. Men ko'pchilik eng o'rta yursa, uni ol. Qara bunaqa, qarang ko'pda. Ha? Глаза? Ko'p ko'zlar. Голубые глаза. Я хотел увидеть чигар гёс. Chaqir ko'z. Чагар гёс. Chaqir ko'z. Qaysinisi bu? Chag'ir gёs. Başımı? Yo'q, hozir to'planib. Bu yerda ham kaptallar bir xil hamma. Вот карасиз, kallalari разные. Har xil kallar. Вот, а что? Почему bir xil bo'lmagan? А что? Manda Bir xil bo'lmaydi прям anja. крутится в голове. Eski ko'zlar. Tumshug'dan toza tumshuq rangi marvaridni rangiga o'xshash kerak tozasi. Kun qo'yib chekili, chiroqni ko'rsatish lozim. Turishib o'tiraydi. Kun qo'yib. Komanda ko'chada yuruvdimi? Chiziqchalar turib, mashhur brilliant chiziqchalar. Deydi, qarayda brilliant. Yaltirayapti. Brilliant o'ziga qaraysiz. Xuddi shunday chiziqchalar. Brilliant и изумруд тоже есть. Изумруд ichkariroqda, brilliantni orqasida turibdi. Izumrud ichkarida. Quyosh tushib Yaltirayapti-da. quyoshni yaxshi ko'raman. Синий глаза, синий века. Tumshug'i Ko'k ko'z.
Gülü falan kök. Ha, kuyruğu hem kuyruğu. Seni kulüp seni ver. Ok gözler hem var. Ama o yan kök göz. Şu tukumga koyuş, tukumga hareket. Kızıl kök var diye doğru. Yukarıda ya. Onun çinliği falan var. Bular düşeceğim değil buraya. Şu sınıfta. Mana bu yerda parda ham farqi bo'ladida. Mana chil glaza o'taydi. Muzrang yo'qmaydi bu chil glaza. Chil glaza o'taydi. Siniy kulib glaza chil glaza. Do'qini yorib. Mana Zeka siniy. Bu chil ko'z Ildor aka. Eng kuchli ko'z hisoblanadi Andijonda kaptarlarni. Hozir ko'ziga qaramay qo'yishgan, farqi yo'q bo'lib qolgan hozir parvozlarda. Jasadiga qarashib, xatolikka yo'l qo'yishyapti. Mana shu ko'zlar 24 soat uchsa ham ko'zi hech nima bo'lmaydi. Mana shunday turaveradi, aylanadi. Keyin bularda hali qizarib qolganni havoda ko'zi achishib tushib oladi. 2 soat, 3 soat uchadi kaptarim deydi-yu. Aslan ko'zi qizillik uchun havoda qizarib achishadi, ko'zi tushib oladi. Ulardagi achishmaydi ko'zi. Tozalik uchun. Uchib yuraveradi havoda. Keyin bu kaptarlarda ham pari Fransiya katta farq bo'ladi. Oq bilan oqni parini ham o'ziniki bo'lish kerak, oq pari. Hozir oq parlik, oqlarimiz juda kamayib ketdi. Bular oq parlarni tozalari manaqa tovlanadi. Zangori siyora tovlanadi. Odilbek yaqinlardan ko'rsatdikda tovlanadi mana shu oqlar. Parlar tovlanadi. Oldingi parvozlar Mashaqasiga e'tibor berib baqishgan. Shuning uchun Andijonlik kaptarlarimiz dunyo tanitini boisi mashaqa. Oq parlari ham zangori tovlanadi. Qarang, mayitlarni blesklar. Hozir yangi chiqarilgan katta urug'lar bor, ularda blesk yo'q. Bundan ham katta. Katta, bundan ham katta o'qlar. Yangi chiqarishdi bularni, Andijonlik parvozlar. Bularda manaqa blesk yo'q. Men shuning uchun jon kuydirman. Qo'yinglar, buni qilib to'g'ri parlab, to'g'ri chiqaraylik. Kaptarlarni deyishimi boisi shu. Bular bilan shuning uchun tortishib, bo'lmasam bular bilan tortishmayman. Manaqa to'g'ri baqishsa, to'g'ri kaptar o'ylashsa. Meni bular yomon ko'rishadi. Ularga to'g'ri gap farqi yo'q. Bu yerda haligi oldi sotdi, ketyapti. Mayli bo'laversa unisi. Lekin kaptarlarimiz aynitib qo'yishimizga haqqimiz yo'q. Bularni seleksiya qilish uchun yillar, asrlar vaqt ketganda, u kerak bo'lsa 3 asr 800 yil, 900 yil vaqt ketgan. Oqni отдельный qilib seleksiya qilib childi svetnoy kaptarlarni отдельный qilib gulini kegizib berib, childi ham o'zini guli bo'ladi, tozasini. Toza guli bo'ladi. Sochniki ham shuning uchun bularda blesk bo'ladi-da, blesk. Asosi bilan toza hisoblanadi, qari ham. Mana buni oqlarni ham, darigini ham olingda sayrov berdik. Blesk bor kaptarda. Bu aşı ko'zingiz sezadi buni. Endi biz disha spetsialistligi uchun arablar bilamiz. O'rganib qolgansizlar, yaltiragan. O bir de çağır göz moda bor ekan. Yo'q, halol. Endi bularni sekin, mana shu uchun men bu oq baqadigan parvozlar bilan ozgina tortishishim shu sabab.
qaniga e'tibor beringlar, ko'ziga e'tibor beringlar. Ular astabkalar, eski otlar. Ikkita samka, ikkita har xil kalla. Ko'zlari har xil. Mana shunaqa mana narigi oq ko'zga yaqinroq eski. Standart. Standart eski. Shu bu ham boshqa, boshi ham boshqa. Ana shuning uchun bulardan hamma ko'zlarni chiqarsa bo'ladi-da. Izimlik ko'zlari chiqadi. Endi bular astabka oqlar, Andijonda astabkalar qolib ketganlarni yig'ib ko'paytiryapmiz. Eski bobolarimiz baqirdilar. Chillarga ham o'taylikmi? Bu chilo. Bu narigi kasalxonadagi mingcha piskun chiqyapti, bittasi mingcha bo'lib qolgan ekan. Qarasam bular ocha olmadi, palab qildi, bolasini surib yubordi. Katta bo'lib ketdi, buni sherigi o'zi yerga tushdi narigi. Shunday qilmasam bu nobud bo'lib qoladi. Mashincha bittasi mingcha. Bular unaqasi Uni bo'ladi. 3 kun ovqat yemagan bu. Umri bor ekan, qarang. Uchdan bo'laman mana shu gaplarni. Hali saqlab qo'yganim deb. Matga nima bo'lyapti? Yo'q, bu yerga Katta. Xudo xolasa kasalxona quryapmiz. Bu yerga Mashina kasalxona buzilmaydigan bo'larkan. Bo'lmaydi. buzilmaydigan bo'lyapti. Xudo xolasa bu yil harakatda bitkazib yuboramiz. Mana uni olib qo'ying. Piskun nasıl bu qoldi? Mana shikolatli go'ralar, chillar, tuxumlar. Bu yerga ham tuxum surganman. Sizga akkalarni sochlarga baqtirgan. Qizil to'shdan ham. Buni men naga qo'yib qo'yishim sababi hali mergani singani edi katta. Ashunga qo'yib qo'ydim. U qizil to'shni keyin nari katakka olib qo'ydim. Naridan uchib chiqolmayapti qarang. Mergani sinib ketgan. Qizil to'shni haqiqiy hali tozaladi. Bularni mana tumshug'i ko'k bo'ladi. Ko'zini ko'ryapsan, partosmagan. Hozir partosib qolyapti. Kallani durubor голова, серьезный, да? И века тоже нам. Qari haqiqiy qizil to'sh tipadi. Это perida. O'zi sezyapsizmi oq tipadi bilan buni farqi. Boshqa par. Boshqa par. Rasvetka ham boshqa. Hali qo'yiq rang. Lekin buni o'zi standarti aytib o'tib ketdim. Mayer bo'lish kerak. Endi iloji yo'q. Yo'q mayerdan. Chista kesmalari yo'q. Borlari ham bor, kalla bunaqa emas. Chista abrezlari ham bor atrofda. Lekin kallalar o'zini qizil to'shni kallasi emas. Maksim aytyapti, o'zlaring teringlar. O'zinglar teringlar deyapti. Ashuni singari Maksim правильно говорит, да. Endi sekin buni ham mana shunday qilib kegizamiz standarti. Haligi qizil vistkada yutadiganlari uzbekskiy kaptarda ham shunaqa bo'lish kerak o'zi asli.
Mana shu yerdan buni bergan qonatidan bunday kelish kerak. Mana to'g'ri kelish kerak. Kesilgani vujudni qarab bo'ladi, qarab bo'ladi. Endi yana boshqa qo'yasiz. Shunga to'g'ri kelish kerak. Aslida. Tindalari ham tindalari. Tindag'ini rangi bilan tozasini tindag'ini rangi bilan tumshug'ini rangi bir xil bo'lishi kerak. Agar tumshug'i ko'ki oq bo'lib, tindag'i qora bo'lsa, aynigan kaptar hisoblanadi. Men mayli abdez bo'lib kelib, qari ham o'ziniki bo'lganda tindag'i qora bo'lib qolsa, shu birak o'zi. Listikada birinchi, ikkinchi o'rinda ololmaydi ular. Mana narsalar haqiqiy tozalar. Tumshug'ini rangi bilan tindag'ini rangi bir xil bo'lishi kerak. O'sha ba'zi go'ra hakka bilan siza hakka qo'shtirdi, bolasi ham katta bo'lyapti ekan. Jonivor. Chishdimi bo'lmadi? Go'ra hak yeribdi. Xuddi hakka. Chiroyli chiqyapti. Ha, xuddi hakka navirdi. Da, xuddi hakka. Mononi bolasi to'q chubiydi, qo'shtirdi. Chiroyli. Какой красивый. Mana chillar ham o'sha tuqumda. Bu chillarimiz asha shokolad rangda, eski starinli shokolad rang modada bo'lgani qadimda. Asha rang faqat hozir Andijon parodada bo'lsa, boshqa parodada yo'q. Bularni tagi siziydi. Aslida bu siziga qo'shilganiga kamida 300 yildi bu yog'ida chiqarilgan kaptarlar. Go'ra shokoladli, siniy xvost, lo'qmalar ham joyida. Juda ham kaptar, akkuratniy, rosa katazan kaptar. Kaptarlarning ichida ham bo'ladi, katazanlar, odamlarda, insonlarda ham bo'ladi-yu. Kaptarlarning ichida ham katazanlari bo'ladi, yurishlari boshqacha bo'ladi, farqi bo'ladi. Buni ko'pchilik sezmaydi. Qarang, paypalari ham toza, pari boshqa pari. Tushunib ko'ring. Chilli, tozalari mana mashinlar. Tayiga dovul qizil. Shotiga dovul baldo'ni qizil ketgan shokoladlar. Bu shokolad rang faqat Andijon parodada bor. İlk Qo'qonda cho'kar parodada ham bor, orada chiqib qoladi cho'karlardan, melaminli cho'karlardan. Lekin moro rang baribir Andijonda bor. Bu rang boshqa parodalarda yo'q. Mashinga o'xshagan rang rasvetga chiqishi mumkin. Mana bu qo'yiq rang qadimiy starinniy rasvetga faqat mana parodada. Paypalari ham haliginaqa archa paypa, korolevskiy, sinmaydi. Mashinda ushlaganingizda katta dumini yozib olish kerak. Toza katta dumini yozib oladi. Shunday ushlaganingizda o'zi. Ana ushlab turibman. Qarang, dumi bunday ham turmayapti. Bunday bo'lsa ham mana yayilib ketadi. Par toza, shiqiraydi. Toza kaptarni pari shiqiraydi. Bunday ushlab ko'ring-da, mana shiqiraydi. Qo'li sezadi. Bu novotmi endi? Yo'q, bu chil urug' go'ra. Bularni chillaga, go'raga parlasa ham bo'ladi. Uning uchun go'raga parlash uchun qanaqa paytdalik, par topolmagan paytingizda to'g'ri kelib qolsa, bitta go'ralar bor, bitta go'ra moda bor. Ikkovi ham toza bo'lsa, ko'z toz mana masalan chista chil ko'z go'ralar. Qarang. Chil ko'z go'ralar, kulyusini. Parlasa bo'laveradi, go'ra bilan go'ra. Mana shunaqa kачественный. Go'ra тоже много go'ra. Много качественный malla. Вот эти качества. Sababi mana dumni ko'ryapsizmi? Yayib. Ushlab turibman, dum yayib. Mana bunday turadigan dumliklari ham bo'ladi bizda Andijonda. Ular jichchaligina qaror bo'ladi. Oddiyroq bo'lgan kaptarlar bo'ladi. Keyin eng kuchli dum mana shu varang. Mana shu yayib oladi. Ish kiradi. Naylar ishqillaydimi? Hammasi shiqildi. Hammasi. Shiqiladi. Zot kaptarlar. Men faqat zot kaptar ushlayman.
oddiy kaptarlarni uncha yoqtirib olmayman. Zotlilar, короче, bitta o'shagingiz duniya ekan. Любой zotda. Bilinib turadi. Endi qo'lda ham sezasiz. Endi kaptarga bilimiz bir ikki qadam kirib qolganmiz biz buni ichiga. Bilim, bunday qarablar ajratib olamiz. Shuning uchun obzorlarda ham mana toza kaptar deyman. Buni sotib olsak bo'ladi dedi. Mana bu bolalar, mana bu kaptarga qarab qo'yinglar deb. Tixonki aytib qo'yadi-da. Obzor qilayotganda orqasidan odamlar yuribdi. Mana qarab qo'yinglar deb sotib olishadi o'sha kaptar. Ha, sotilib ketyapti obzorda. Bir kuni boshim oldi bozorga ikkita bitta oq moda, bitta oq nar chiqdi. Gapi yo'q. Rosa chiroyli ikkita oq chiqdi. Toshkent oldi obzorda. Toshkent ham kuzatadi obzorimizni. Toshkent sразу telefon qilib oldi. Gapi yo'q oq bo'ldi. Boqishdi. Toshkent ko'paytiringlar, omad charchamaylar. Bu chillarda kishmish, ko'kcha, har xil kaptar chiqib keladi. Tagimasi. Kaptarlarimizni boshlanishi CZ bo'lsa, CZlar seleksiya bo'lish davomida miramirli chillar, sireneviy chillar chiqqan. Boshida endi bu bobolarimiz chiqqan. Keyin bular seleksiya bo'lish davomida qolgan kaptarlarimizdan sochlar ham hatto tagimas chillardan chiqqan, seleksiya bo'lgan. Keyin sochlarda addenlik bir-biriga parla olish davomida addenlik parol urug' bo'lib chiqqan. Zakrepligi. Ha, addenlik urug' bo'lib qolgan. Sochski deydi bo'lgan. Oqlarni ham ular qatirib qo'yishgan. Asli bir-biriga parla olgan, haligi durlari chiqib kelishdi, boshlab olgan oqlarni. Hozirgilar unaqa qaramayapti. Oddiy parvozlar oddiylashib ketdi. Ashlaqa. Motor